Yaxshi, ha? Kiloda, mana bu joyga mana buncha beryapti ekan de. Narxini. Kilodmi? Serios. Siz qayerdan san tonib qoldi? Chiqmaydi-da. Ya, kelgan narxi chiqmaydi. Past. Qanoq qilib deysiz? Ha, qanday? Bu ko'rgan bir kishi mol bersa Toshkentdan. Buni o'zing qo'yib yuborish kerak kamera. Yo'q, men kamera oldida qo'yib yuborganman. Artikulatsiyalarni to'g'ri ishlatsam bo'ldi. Mana chista gapiradigan bo'lsam, shogirdlik vaqti ertalab kech kelardi. Kraskani og'zini bankani vaqqa ochib, o'zimizgina paqqa ochsa, ustida 100 gram, 150 gram kam kraska. Bizda oldi boshliq kelotdiga. Ustoz kelib o'tiradi. Ustoz kelotdiga. Ikkovimiz ham brendni bir xil vaqtga ochib qoldik. Ko'p sohada ham bir xil narsa sotadigan insonlar konkurent deb o'ylaydi. To'g'ri, aka. Chiqishda video olib bo'lmaydi. Tanishtir o'zingni kameraga. Men tanishtirishim, men hamma taniydi. Taniysizlar, men hamma taniydi, ko'rasan. Auditoriyaga tanishtir. Salom berib qo'y. Assalomu alaykum. O'zi har kun salom beraman bular. Bugun ham Instagramga salom bering. Assalomu alaykum. Siz o'sha bilgan Alibek, sizlar bilgan yana va Akrambek bilan bugun chiroyli suhbat olib boramiz keldik. Xudo xolasa. Xudo xolasa suhbatimiz chiroyli bo'ladi degan umiddamiz. O'zimiz sohaga oid, o'zimiz sohaga tegishli suhbat olib boramiz Akrambek bilan. Undan keyin Bayron Akrambek o'zlari aytib beradi. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Akramjon. 14 yildan beri shu kraska sohasida faoliyat olib boraman o'zi. Hozirda Avtorang brendiga asos solganmiz. Inshaalloh oshnamiz bilan suhbat quramiz. Shu kraska ichida bo'layotgan situatsiyalar, yoshlikdagi xotiralar, o'zi kraska nima? Hammasini gaplashib kelajakdagi niyatlarimiz, orzularimiz bor, o'zimizga yarasha dolimiz. Ko'rib borsanglar, manfaatli bo'ladi dolisi. Sen suhbat qilamiz, keling. Gapir endi, mana video ketyapti. Borib olasan-da do'konga, sen deydi, men bunga qo'l qo'y, tayyormisan sen bilan. Mana bemalol sen bilan o'tir, mana suhbat qilamiz. Yo, ko'p ikkovimiz ham brendni bir xil vaqtga ochib qoldik-ki. Ochib qoldik, to'g'ri. Mana ko'p holatlarda, misol uchun, ko'p sohada ham bir xil narsa sotadigan insonlar konkurent deb o'ylaydi. Bir-biriga dushman, samdir boshqacha samlinalar bilan qaraydi, kuchayib ketishni xohlamaydi. Yo'q, men hali ham ichimdan xohlamayman. Men ichimdan hali ham. Yo, men prosta emotsiyalarimni gapirib bermoqchiman. Haligi bunaqa insonlar kam. Prosta mana o'zini prototip bo'lgan, o'ziga qarshi bo'lgan insonlarni rivojlanib ketishiga to'sqin bo'ladi, lekin kamda bunaqalar. Bizda ikkitamiz o'ttamizda mana sizlarga aytib o'tsam, qanaqa holat bor? Biz o'ttamizda inoqlik bor, do'stlik bor, oqibat bor, mehr-oqibat bor. Insoniylik jihatdan yaxshi. Meni fikrim, o'zimning shaxsiy fikrim, insoniylik sifatidan oshnam ko'p narsalarni o'rganamiz. Menda bor narsa bunda yo'q, bunda bor narsa menda yo'q. Ikkitamiz bir-birimizni ishonamizda qo'llaymiz bu narsani. Do'stlar, biz bitta narsaga ishonamiz, xolasa nima narsaga? Rizq degan narsaga. Allohga to'xtalib o'tmasa bo'lmaydi. Sizni yoningizdan ochib qo'ymaydimi, to'g'ringizdan ochib qo'ymaydimi, sizga o'xshagan sohadagi o'xshagan magazinni. Rizq degan tushuncha insonlarda qanaqa? Ro'paradan ochdimi, bo'ldi, meni sodam tushib ketadi. Bo'ldi, savdo qila olmayman, tirikchilik qilaman, yo'q, unaqa emas. Birinchi niyatni to'g'ri qilish kerak. Rizqqa shubha qilmaslik kerak inson. Rizq Allohdan, shu peshinaga yozib qo'yilgan. Qachon boy bo'linishi, nima uchun boy bo'linishi, qaysi vaqtda boy bo'linishi banda hal qilmaydi, uni Alloh taolo o'zi yozib qo'ygan peshinaga. Biz shuni shior qilganmiz. Misol uchun bu kuchayib ketsa, bizda g'arazli niyat yo'q, biz kuchayib ketsa, bunda g'arazli niyat yo'q.
u taqdirotimizda yozilgan bo'lsa, simichka sotib ham kuchaveramiz, to'g'rimi ochgan? To'g'ri. Sababini qilinadi, Allohdan so'raladi. Simichkani zo'r qovurib sotib, O'zimizga ham bozorda birinchi ish boshlanganga xuddi dushmanda. dushman so'rashmaydi hamda. Ha, so'rashmaydi, salom alaykum qilmay qo'yadi. Narsa so'rab borsang, bermaydi. Bermaydi, to'g'ri. Ha, klientni beradigan pulini berasan, o'shani menga sotgin deysan, bermaydi. Klientga sotsa, senga bermaydi. Sani kuchayib ketishga xohlamaydi. Bozorda bizga hamma joyga avj olgan narsa-da o'sha. Klientga beradigan pulingga ber deb bozorchi borsa, o'ziga tegishli narsani u ham sotadigan bo'lsa, o'sha narsani berish xohlamaydi. Klientga o'sha pulga sotadi-ku. Nima qiladi? Bu bitta hayotimdan olingan narsa. Shunaqa vaziyat bo'ldi-da. Shunaqa vaziyat bo'ldi. U yoqdan olgan tovarni, boshqa joydan olgan. Olib borgan-a. Shu tovar bizda ham bor. Shu yerda klient prosta yo'l yoqqa tushganda u yoqdan olgan. Rizq boshqacha narsa-da o'zi. Insonlarning tushunchasida rizqqa borish ham kerak, to'g'ri sababini qilib. Lekin bormasang ham kelib qoladigan rizqlar bor-da o'zi. Insonning hayotidan olinadigan holat bo'lsa, bormasang ham o'sha rizq kelishi mumkin. Qanaqa holatda niyat to'g'ri qilish kerak albatta. Shunaqa holat bo'lyapti. Xuddi o'sha bizning sohadagi yana bir do'kon bor. Shu do'kondan bir tovar olyapti-da. O'sha olib boryapti. Olib borgan narsasi to'g'ri kelmayapti. Allohning izni bilan to'g'ri kelmayapti. Yana qaytaryapti bu tovarni. Unga beryapti, yoqdan chiqyapti, pul olyapti, kelyapti oldimizga, bizdan olyapti. Tushunamsiz? Bizga kiryapti, so'rayapti narsalarni, narxni yo'q so'rayapti. Bu shif ketyapti, bizga qimmatli qilib yoqdan oldi, pulni sanab oldi, olib ketdi, ishlatdi, o'zi tushmadi, qaytarib olib kelib, pul olib turib, bizdan yana qaytarib olib ketdi. O'sha rizqda bizdan chiqib ketdimi, o'zi qaytib ham kelibdi. Ularga shubha yo'q. Shubha qilmaslik kerak deb o'ylayman-da, rizqqa. Bizda bir kun bitta klient telefon qilib, "Alibek, mana berib yuborgan kraskani tushmadi." Qaysi? Mana qarang. Aka, qachon olib ketuvdi? Kecha olib ketgan. Men kecha unaqa rang taxlaganim yo'q. Yo, senga jo'natuvdim, sen taxlab bergan ekansan. Aka, men unaqa rang kelgani yo'q bizga. Usta jo'natgan. Usta jo'natib yuborgan, Alibekka borasan, qilib beradi kraskani, taxlatib kelasan deb jo'natib yuborgan. Usta menga telefon qilib, "Уже bo'lmadi kraskan, jalba." Уже aka, men qilganim yo'q. Klientingizni yaxshi so'rang, qayerdan olgan ekan? Bizning joy tashqariga, bozordan tashqariga aka. Bozorda ichidan olibdi. Bozorda ichida so'rang qaysi? Bozor ichida boshqa kraskachilar men Alibekman deb uni kraskasini qilib berib yuborgan. Otibindan. Qilib berib yuborgan. U kraska tushmay qolgan. Ustasi endi Alibekka borasan deb jo'natgan, o'sha jalba qilib inoqlab. Yana usta qaytarib berib yuborgan, ularga qaytarib narsasini olib kelib bergan, yana bizdan taxlatib ketgan. Shunaqa holatlar ko'p bo'lgan, juda ko'p. Men hozir baribir birovga o'tib ketmaydi. To'ppa-to'g'ri. Men bozorga shunaqa ham bo'lib turadi. Böyle. Endi bizning do'konimiz endi hozir yangi joylashgan Qarshidagi do'konimizda, yonimizda do'kon bor. Ilib bizdan pastroqda ham do'kon bor. Ya'ni misol uchun shu do'konda turamiz. Keladi. U do'kondagilarning ismini aytadi-da. Deb o'shasiga sota olamiz. Bu insonga o'rab turib sotish bo'yicha, chunki shuncha tajribalarimizdan kelib chiqqan holatda olib qoladigan bo'lsa, misol uchun Alibom o'rab turib, qopga solib, misol uchun u odamga tovar o'tkaza olamiz. O'tkazish biz tovarni o'tkazish jihatidan emas, insoniyligimiz jihatidan bu yog'imiz yo'l qo'ymasligi uchun. Yo biz inson emasmiz. Inson bu yoqda yo bu yoqda. Joyini ko'rsatib olaman. Men Alloh shohid, men tamom turibdi. Demoqchi bo'lganim nimaga bu narsani aytdim? Sababi ko'p aytishga, boshqa ismdan foydalanish yo'qda bizda. Biz o'zimizni tanisa, o'zimizni ko'rsin, o'zimizda ko'rsin bizni. Shu uchun do'konlar bu yoq adashsiz, boshqa do'kon kirasiz. U do'kondan chiqadi qachon? U biz rizqi bo'lsa chiqadi. U do'kon rizqi u. Agar u do'kon rizqini biz majburlagan taqdirimizda ham qaytib keladi. Boyagina holat bo'ladi-da. Misol uchun, u holat sharmandali holatda prosta sen u inson emas ekansan, nimaga u insonman deydigan holatga qanaqa savolga javob berasiz keyin misol? Yolg'on gapirasiz, yo aldaysiz.
qanaqadir holat ishlatasiz, yo kelishmovchilik chiqadi. Siz ustingizdan jalb tushadi. U ikkita odamga aytadi, ikkita odam to'rtta odamga aytadi. Uje farqlaysizda, misol. Yomon illatlarga kirib chiqadi. Arzimagan o'sha holatda misol 300 gram kraska olganman, 200 gram kraska olganman, 1 litr kraska olganman, undan bir dunyo foyda qilmaysiz misol. Tushunaylik. Bu ham bir rizqqa shubha qilishda, o'zim sotib olmasam, keyin sota olmayman degan narsa uyg'onib qoladi. Ko'p böyle do'konchilarda patera ushlaydi, переживать qilib qoladi, keyin kelajakda o'ylamaslik kerak bo'ldi. Allohga tashlab qo'yish kerak, eng to'g'ri yechim o'zi beradi. Sizda ham bo'lgan bunaqa holatlar. Bozor temasida, misol uchun mana bozorda ishlagansiz, biz ham bir 2 yil ishlaganmiz xolos. Bozor endi sizga stajingiz balandroq bo'lsa kerak bozorda. Chi staj baland? Bozorga 8 yil bozor. 8 yil mobaynida misol uchun men 2 yil ichida olgan narsalarim ko'pda bozorda, misol uchun bozorda qo'yiladigan mexanatsalar. U ham bir demoqchi bo'lganim rizqqa ozgina bo'lsa ham anaqada, nima deydi, shubha qilishda. Tovar sotamiz, uni pulini ma'lum bir miqdorni olamiz, o'zimiz ustiga foyda qo'yib olamiz, ma'lum bir miqdorni oilaga yediramiz. Farzandlarga yediramiz. Misol uchun ota-onaga, kimlarga o'zimiz yeymiz, misol. Oshna-og'ayniga yediriladi. Demoqchi bo'lganim bozorda shunaqa narsa avj olganki, ne только biz sohada, boshqa sohada ham bo'lishi mumkin, bilmayman. Chunki faqat bizni sohada ko'rganman bu narsani. Endi biz o'zimiz sohamizni yaxshi ko'rganimiz uchun faqat o'zimiz sohaga e'tiborliroq. Bozorga kirsangiz ham, Samarqand yoki Toshkent borsangiz, bozorga misol Tergelaga borsangiz yoki Samarqand Ulug'bek bozoriga borsangiz ham просто kras do'konni qiziqasiz, to'g'rimi? Tushunaylik. Chixol do'koni kirib ketmaysiz. Misol uchun moy almashtiradigan, moy sotadigan do'kon kirilmaydi hech qachon. O'zimizni sohaga tegishli. Просто o'zimiz sohaga qattiqroq qiziqamizda. Bu qanaqa ishlaydi, qanaqa holat. Hani bozorlarda ko'ramiz, misol uchun o'zimiz anaqamizdan laklar bor, ustalar bilishadi-ku, mana laklar. Lakni bilsangiz, plombasini ochmasdan turib ochsa bo'ladi lak, bilasizmi? Bo'ladi. Yog'ida bundoq qiyshaytirsangiz, o'sha Xitoy shunaqa chiqarganki, qiyshaytirib olib qo'yish. Plombani buzmasdan olish imkoni bor uni. O'sha holatdan ko'rganmiz, lakdan ilili shprisda 2 marta tortib 100 gram kam qilib qo'yib, narxini 15 mingdan pasaytirib qo'ygan. Bilamizda shunaqa. Shuning uchun qis qilmaydi klient. O'zi arzon deb. Shu bilib, nimaga arzon? Nima uchun arzon biladi? Panikaga tushib qoladi, hayron qolasiz biladi. Oddiy misol shu ekonomlar deysizmi? Misol uchun toza novel lak deysizmi? Boshqa endi shu toza laklar bo'ladi. Brendiy laklar. Endi aslida Xitoy laklar bo'lmasligi mumkin, chunki Xitoy laklari o'zi ko'p ham qo'yilmaydi-ku. Ana toza laklarda katta raznica beradi, bilasizmi? Kraska divona bo'lganman shuni endi desa. Kiloda mana bu joyga mana buncha beryapti ekan deb narxini. Ta kalkulyatorga ursa Chiqmaydi-da. Ya, kelgan narxi chiqmaydi. Past. Qanaqa qilib deysiz? Ha, qanday bu ko'rgan bir kishi mol bersa Toshkentda. Nima senga bunaqa? Aqlimiz yetmay, boshqa ash narsa qiynalgan. Yo, bizga to'g'ri kelmagan, jo'nat to'g'ri. Kim bir kun shunaqa sotgan kraskani olib kelyapti, kraskani og'zini bankani paqqa ochib, o'zimizgina paqqa ochsa, ustida 100 gram, 150 gram kam kraska. Uni o'zini yo'li borda, bankani banqa ochadi-da, bakalashgan bilan bilasizmi? Qisib tortib oladi. U kraskadan misol uchun endi 200 minglik kraska bo'lsa 100 gram olsa, yig'ramaysiz kamda, o'zing bankaga 10 ming pul qo'yasiz. $1.5 $2 pasaydi o'sha pul. U 100 gram oladi, berib yuboradi. O'zi o'sha narsa aqlimiz yetmaydi, bir kun olib kelish, ko'pchilik shunaqa holat. Bozorga ko'pchilik shunaqa ham qilib sotishganda, shunaqa endi uni ham bilamiz. Bu yerda yo maqsad bozorchi okalar, hammasi ham emas. Misol Allohni taniydigan yaxshi insonlar ham ko'p bozorda. Ko'p bor. Mana chista gapiradigan bo'lsam, shogirdlik vaqti ertalab kech keladi. Bir xil temada. Bizga kech keladigan ertalab laqillab kelaversam, bizda oldi boshliq keladigan. Ustoz kelib o'tiradi. Ustoz keladigan. Bechora har kunga ustoz ham o'zimiz tog'amiz, qattiq gapira olmagan. Lekin har safar shu bir xil muammoda, hozirgacha bir xil muammo. Shu muammodan qutulolgan yo'q, do'stim. Например, sizdan 1 soat aytgan vaqtingizdan 1 soatdan keyin mo'ljallab qo'yish kerak. 10 minutda boraman deydigan holatingiz bo'lsa, 10 minut bo'ladigan bo'lsa, bir 20 minut, 25 minutdan chunki taniyman sizni. Yo'q, qaytsangiz bo'ladi. Ya, men takam biladilar.
Bitta kech qolganman biroman. Kech qolmaganman. Aka shu kuni 12 ga video qilamiz dedim. Bordimmi birga? Ya ozgina o'tdi aka. Ozgina o'tdi. Ya. Men ko'p qolgan o'zimizda kattalardan eshitganmizda. Misol uchun, qayerga borsan 5 minut erta bor. 5 minut ertaroq bor. Nimaga hurmating oshadi birinchidan. Unga bo'lgan hurmating seni o'sha kelayotgan seni partnyoringga nisbatan, misol uchun, sen taklif qilgan insoningga nisbatan. Endi biz oshna o'g'aynimiz-ku. Doshta bir kishini mehmonga chaqirdingiz, undan qayergadir taklif qildingiz. Undan 10 minutdan keyin kelsangiz, siz taklif qilgan joyga, misol uchun 10 minutdan keyin kelsangiz, unga nisbatan hurmatsizlik yuzaga kelishi mumkin-da, misol uchun. Undan 5 minut oldin kelsangiz, unga bo'lgan anaqangiz, e'tiboringiz, hurmatingiz sal ozgina bo'lsa ham balandroqda turishini unga ko'rsatib bera olasiz, xolos demoqchiman. O'zi kech kelish, erta kelish u unchalik qiziq emas. Inson hayotida, chunki insonning tabiat degan narsa bor-da. İnsanın tabiatini inson o'zgartira olmaydi. Inson tabiatini o'zi o'zgartira oladi. O'zgartirsa agar qattiq qundiqsa, shu narsaga o'zi kirishadigan bo'lsa, zo'r yondashadigan bo'lsa, fokus qaratadigan bo'lsa, insonning tabiatini o'zi o'zgartiradi. Ya'ni tashqaridan odam kelib o'zgartira olmaydi. Narsa ham buni. Akram necha yildan beri ishlaysan kraska? 14 yil. 14 yildan beri ishlaysan. Shu paytgacha bironta usta sendan rozi bo'lgan? Rozi bo'lgani bor. Deyarli ko'pi yo'q. Yo'q, ha? Ha, ko'p emas. Rozi bo'lganlar ham bor. Ustalarni o'zi endi gapirishga emas, xafa bo'lmaysizlar ustagalar. Sizlarni rozi qilish qiyin. To'g'risi. Ha, chunki kraskaga ham ayrim vaqt olib kelib, men kraskam tezroq, menga shunaqa srochli holat tezroq qilib bergin deb 100 marta qilib berasan o'rtaga. 100 marta, 50 martadir qilib berasan. Qandaydir moment 101-si bitta to'g'ri kelib qoladi-da. Qanaqadir qilib bera olmaydigan holating bo'ladi-da. Sizda qilib bo'ldi. Tushunayapsan va seni bo'ynaki 100 ta qilib bergan go'bet endi ara tezlashtirib qilib berganing bir tinga chiqib ketib qoladi-da. Bez o'chirib, shuni hurmat qilib. Bo'ldi. Shuni bu ishi bitmay qolsa, o'sha moment sendan ishi bitmay qolsa, shu misol uchun oldin qilib bergan, to'g'rilab bergan, ertachiroq qilib bergan unaqa narsani olmaydi-da, bo'ldi. Xafa bo'lib qovoq tumshuq qilib chiqib ketadi-da. Bu men shunaqasilar, ustokalar. Chindan ham, unaqa bo'lmaydi-da. Endi shu to'g'ri. İnsonmiz, mukammal inson o'zi yo'q, o'zi kimdandir qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Sizlardan oldin ham qanaqadir zarurroq odam bo'ladi, u berib ketgan bo'ladi, kraskani taxlashga. O'sha sizlarga ko'p vaqtda qilib bera olmaganimiz ham o'sha sizlar vaqtda qilib berib ham o'zi yana unaqa bo'ladi, bilasan? Srochli qilib menga deydi, sal yaqin kelsa bo'ldi deydi. Bo'ldi deydi. Ha, bechora u mayli sal yaqinroq deb taxlab berasiz Umid aka. Qilib berasiz-ki, tappa ushga olib boradilar-da, sepadilar kraskani. O'sha sepgandan keyin kras tushmay qoladi-ki, mana shu telefon qiladi-da, "Ha, kraskani o'zi deydi, bo'ynak joyingga tiqibsan-ki" deydi. Tushunasizmi? Men o'zim hovliquvdim kraskani olib ketguncha. Bu o'zim hovliqtiruvdim o'shani, bo'ldi, ha buguncha bo'ldi demaydi. Ha deydi. Bu deydi, taxla olmaydi deydi. O'zi 10 minut, 15 minutga taxlatib ketgan kraskani. To'g'ri. Tushmay qolsa bo'ldi, dabdala. Men bitta narsani xohlardim-da. Mana misol uchun chetga borasiz-ku, misol. Biz-ku chetga bormasak ham, ko'ramiz-da, misol internet rivojlangan zamonda yashayapmiz. Ko'rasiz internetdan, prosta havas qilaman. Bu yoqdagi ustalarni ko'rib, prosta o'zini yaxshi ko'radi-da ular. Bas-da. Shunaqa. Ikkita yo uchta bo'ldi o'sha. Yetadi. Sifatli, zo'r, akkuratli. Mana bunaqa pirjotlar qilib, mana qilib ber, 10 minutda bitsin. Yo'q-da ularda. Ular tashab ketadi, 3 kundan keyin kelib, hop, все. Tozalaydi, akkuratli. Sepadigan joylari ham o'sha sushilkasi bor, misol. Hozir endi bizda ilgari bilsangiz, Vikrovilida, Vikalar chiqqan vaqtlar, misol uchun sushilkalar kerak, Brusak o'zi unaqa narsa yo'q-ku. Tez quradigan zamonaviy-ku, misol uchun Okean, Sintas, Novel, misol uchun shunga o'xshash kraskalar chiqib ketdi-ku, misol. Shunaqa. Demoqchi bo'lganim ustalar
Sizlarga kerak bo'ladi bu narsa rivojlanishni. Biz rivojlanyapmiz-ku. O'zimiz ustimizda ishlayapmiz. Ha, oshnamda bor mana. 3 ta kompyuteringiz bormi ishxonangizda? Shunaqa. Nima uchun 3 ta kompyuter? Chunki bittasida bor rang, bittasida yo'q. Yo'q. Nima uchun? Rivojlanish uchun-da, bu prosta rivojlanish uchun. Endi bu hamma ustaga tegishli emas. Misol uchun chetda ishlab kelgan ustalarimiz chetda narsasini xohlab qoladi-da. Chetda narsasini olib kelasiz, uji qimmat. Bu yoqdagi ustalarga qimmat, o'sha bitta ustaga sotishingiz kerak o'sha narsa. To'g'ri, u agar chetga birdan borib kelsa, O'sha fikrlar o'zgargan, muhitlar o'zgargan. Manga deydi, Rossiya deydi, mana bunaqa firma ishlatganman, Gimava deydi. Unaqa narsa biz olib kela olmaymiz emas, olib kela olamiz. Bizani O'zbekiston budjetiga ko'pchilik uni ko'tara olmaydi. U sizlar xohlashlaring mumkin, u Rossiya yo boshqa davlatga, Gollandiya, Germaniya yo boshqa joyga ishlab kelgansiz, u yoqqa ko'taradi. Ko'taradi. Bizga ko'tarmaydi u narsa. U klient dodlavoradi-da u narsani olib. Narxi juda qimmat uni. Men bitta narsa bo'lishni xohlayman, nimaga? Misol uchun mana shu O'zbekistonni deylik, misol uchun Toshkent mana sivilizatsiya bor. Ustida zo'r rivojlangan Toshkentda demoqchiman misol. Imini Qarshida, Qashqadaryoda nisbatan kamroqda. Siz mana men ko'rmadim. Uniformalarni kiyib, addushi, misol uchun bo'lish kerak-da, o'zini sog'lig'i ham kerak, misol uchun uniformani kiyib, addushi, misol uchun maskalarni to'qib, sushilkaga kirib, havo totib ketadigan воздушный apparatlar ko'rganim yo'qman ustalarda. Yo'q. O'sha men tagiga o'sha suv turish kerak. Unaqa narsa yo'q. Yo'q. Nu sizdan tadbir talab qiladi, to'g'rimi? Yo'q, to'g'ri. Sizdan unaqa narsani talab qilsangiz, u bizda ko'tarmaydi, puli yo'q, hamma narsaga zarar. Kraska taxlaguncha. Tushmadi. Ha, kichkina 71 pulsatr bilan sepma. 1 3lik bilan sepsam bo'lmaydimi? 1 4lik bilan sepsam bo'lmaydimi? Taxlaguncha buni olib qoladi dedi, lekin biz qo'pol qilib aytsam, xafa bo'lmaylar. Servisga borasan, tashqari chayni o'ziga kiritib sepadi-da. U Rivojlanishni biz sizlarga konkurent emasmiz, biz sizlarga dushman ham emasmiz. Biz qancha ishingni yengilasiz, shuncha xursand bo'lamiz, sizlarni hurmat qilamiz. Demoqchi bo'lganimiz, o'zingizning ustingizda ishlarni, faqat o'zingizning ustingizda ishlab turib tajribalar olinglar. Nimaga? Men xohlayman shu narsani, akademiya ochingni, yosh kadrlarga o'rgatingni, qanaqa holatda ishlanadi. Misol uchun, og'a, misol, mana ustalar olib qaraydigan bo'lsa, akademiya ochsin. Qanoq sepishni o'rgatsin bolalarga. U qolib ketadi, yaxshilik qolib ketadi inson. Faqat o'zingni sepib qo'yib turib, men bir ikkita ustalar bordi, bekitadi. Как будто u nima? O'lsa qolib ketadi u narsa-ku. Bekitib, kirma. Ba'zi bir shogirdlarni bekitadi-da, hayron qolasiz. Bitta shogird kira olmaydi. U sepitgan joyiga biz shunaqa ko'rsak bo'lgan shunaqa. Kiradi-da, shogirdini kirgizmay faqat o'zi sepadi. Ko'p. Juda ko'p bunaqa. Bilib qolsa, o'sha bo'lib, buni sindirib yuboradi, ha. Chiqib ketadi. Sindirib yuboradi. Yo'q, kelajakchi. Bo'ladi-ku ham. Bu O'rgatmayapsiz. yo'q. Bu shundan o'rganib nimadir olsa, oilasini boqsa, savob boradi-ku, misol. Ha, o'zim ko'pini eshitganman. Mana shu kraska sepguncha shogirdini ichkariga kirgizadi. Meni o'zimga ham bo'lgan, hozir shogirdim bor. Shogirdim birov aytganda, endi gapni qara. Shogirdingga o'rgat. Tadbir. Tadbir temasi o'rgatma. Nima o'rgatmaysiz? O'rgatamiz. O'rgataman degan. O'rgataman. Olsa o'rgataman. Nasib bo'lsa, shu soha bo'yicha Xudo xohlasa akademiya ham ochamiz. Akram bilan birgalikka nasib bo'lsa, Planimiz bor. Endi bu narsani 100% biza o'rgata olmaymiz. Bizning qo'limizdan kelgan 80-70% biza tushuntiramiz. U 100% ga olib chiqish o'zini qo'lida. Yaqinga shunaqa shogirdlar olish haqi ham to'xtalib o'tamiz. Video qilib tayinlaymiz. Kim shunaqa kolorist sohasiga qiziqishi bo'lsa, shunaqa shogirdlar ham olamiz. Chunki bizga avtomobil Akram o'sha xohlaysizmi inomarka avtomobil ko'payapti. O'sha ranglar qiyinlashib, o'sha koloristga bo'lgan ehtiyoj yana ham oshadi. To'g'ri. Monta bo'lsa ham ko'pdir. To'g'ri. Bo'ynakida srochli holatlar ko'p bo'lgani yaxshi. Ko'p bo'lgan. Endi men yoshligimda niyat qilganman-da. Qanaqa do'konga niyat qilardim, chunki biz bunaqa zamonaviy do'konda ishlamaganmiz. O'zimiz ham, misol uchun biz davrimizda bilib bochkali kraskalar, 50 litrli kraskalar, qo'li mashetigacha kraska bo'lib ketgan.
maktabga chiqishga uyalardim to'g'risi men. Maktabga chiqib turib, misol uchun ruchkani olib, partada endi o'tiradi, partada yoki o'g'il yo qiz bola, o'g'aylardan, qizlardan, ko'proq qizlardan-da, sinfdosh qizlar. Yozyapmiz-ku. Ko'rdi, qarasang 9 xil kraskada, masalan. Yo'q, boshqacha yo'q. Voy, mana qo'l bor-ku, misol uchun. Tozalaysiz, обязательно tozalaysiz. Ketmaydigan ranglar ham bor-ku. Ne qilasan? O'z qo'l juda krasni kutaydi-ku. Klientlar kelganda hazil qilaydi-da. Rang tanlasak bo'ladimi? Shu qo'limga. Hali qaysidan keladi? Zo'r anaqa bo'lardi-da, oldin. Ustozdan o'tgan. Kraskani tegizlardi. Hadi. Mana qilib ketadi. Uni bilan dekoratsiya qilsangiz bor-ku, normal so'mga oladi Yevropaga borsangiz. Uy deydi-da. Просто auksion qo'ysa bo'ladi. Bu uni yaratib bo'lmaydi-da. Bundoq qarab turib qaytib yaratib bo'lmaydi uni. Qiyin-da juda. Chunki imini o'ziga o'xshatish. U xayoldan chiqadi-ku narsalar. Bilsangiz, buni gulliga ham qilib qo'yasiz uni. Bir xil tadbirchining oldiga boramiz. Borsa, do'konga e'tibor berasiz-ku, tozaligiga, qanaqa ishlaydi. Tadbir do'konga borib qoldim, tadbirdan borib qoldim-da. Qiziqdim-da kirdim. Ko'rsam, devor bor. Har xil rangda. 1200 xil rang sutab qo'ygan-da. Sutaganda ham qo'lda sutagan hammasini. Sutaganda ham gulli, moshinaga o'xshatib sutab qo'ygani bu unchida-da. Prosta qilganda uni. Haligi tasviriy san'at qilib qilganda, bu mana shu orqa fon. Chista koloristligini bildirib turibdi-da haligi. Uni pulga sotadigan narsani u prosta tekinga qildi. O'xshatgan. Nerealni o'xshatgan. Endi nima demoqchimiz, og'ay? Prosta mana ustalar o'zini ustida ishlasa, etap. Mana ko'p ustalar bilsangiz e'tibor qilmaydi. Misol uchun zavod chiqarib qo'yibdi. Zavod bitta lak chiqardi, bunga dedi, yog'li rasmda qo'shasan, 1.5% yo 1%. Обязательно yozadi orqasiga ustalar. Qaranglar, misol uchun yeyotgan narsamizga qaraymiz, hammamiz ham bozorga kiramiz. Misol uchun tarkibini o'qiysiz-ku, palibam. Nima qo'shilgan, qanaqa qo'shilgan, o'zingiz uchun ham o'qiysiz, siz bilasizku, misol. O'qinglar, sizlar ishlatadigan narsa-ku bu. Qarang orqasiga. Bitta o'zingiz uchun tahlil qilib olasizlar, o'sha qo'llanmaga qarab ishlatishsa bir manfaatli bo'ladi o'zlariga. Ko'pchilik yaxshi ustakalarimiz bor. Yaxshi ustalarga muammo yo'q, umuman muammo yo'q. Ularga nisbatan ularda misol uchun kibr yo'qda. Keladi, men mahsulot olgandan keyin so'raydi. Biladi. Yana bir nimadir yangilik qo'shilibdimi deb so'raydi. Alibek, yo'q, "Ikram, men buni qanday bilan sepay, qanday qo'shay, qancha qo'shay?" Aytasan, o'sha narsani qiladi-da. Bizga ham uni mahsulot sotguncha endi senga ham, menga ham tushuntirib beradi-ki, o'sha narsani biz ustalarga yetkazishimiz kerak. Ha. Gohida klientlar kelib ol, "Ustaka, men buni qo'shasiz" deydi. Qo'yadi-da. O'rgatyapman deydi. Bilaman. Meni buvalarim kasablar bo'lgan. Meni deydi buvalarim. Xafa bo'lmanglar, buvalaring usta bo'lgan, buvalaring bor payti kraska hozir boshqa zamonaviylashib ketganda, u paytniki bilan hozir to'g'ri kelmaydi. Hozir yaxshi narsalar chiqqan. Hozir robot savdo qilyapti. Siz robot. Bu insonlar ham o'zi anaqa ehtiyoj qolmaydi insonlarga. Eshitishni o'rganinglar. Robot savdo qiladi. Misolda, chetlarga borsangiz, qo'yib qo'ygan robotlarni taq pulni berasiz. Olasiz tovaringizni, kerakli mahsulotni. Unga o'rgatmaysan, men misol uchun ichiga qo'shiladigan narsani, sal instruksiyani salgina tushuntiraman desa, nima qiladi? O'rgatma deydi. Men deydi 40 yildan beri shu soha bilan anaqa qilaman deydi. Seni ilmaydi-da. Katta boynakani uni qilib qo'yadilar-da, telefon qiladilar. Amday bo'lib qoldi, nimadan bo'ldi? O'timingni shu narsaga bir kishi telefon qilyapti-da. Mana deyapti. Akramjon, yaxshimisiz? Rahmat. Sizdan lak oladi deydi. Endi bizdan necha kishi lak oladi? Tasavvur qiling. Necha kishi lak oladi? Misol uchun har bitta insonni lak olganini eslab chiqsangiz, misol uchun. Endi xudo xolisa tizimlashtiramiz. Polnisni kim olib chiqib ketdi, nima olib chiqib ketdi, nomeriga qarab chiqadi, xolos kompyuterda nima olsa, biz ham rivojlanishga harakat qilyapmiz. Prosta shu telefon qiladi-da. Sizdan lak olib ketdi deydi. Xo'p, qurmadi shu. Kim u?
javob ketgan. Endi bitta odamga sotgan. Papkalarni ochasiz-da, endi qidirasiz. Kimga lak sotdim, qachon sotdim, yo bo'ldi qaysi biri sotgan, atvitel bermaganmiki. Hop, so'rayman-da. Atvitel nechta lak oldingiz? Ikkita yo uchta deydi. Atvitel nechta oldingiz? Bitta deydi. Hani ko'p holatda o'zimiz bo'lmaymiz. Savdoda, misol uchun, o'zingiz ham boshqa ishlaringiz bor, misol uchun ishxonaga olib keladigan narsalaringiz bor. Shogirdlaringiz beraveradi, misol. Ishchilaringiz bor-ku 3-4 ta. Qaysi biri berganini eslolmayman. Ular ham eslolmaydi, misol uchun. Просто so'rayman, sababini topishimiz kerak-ku, nimaga qurmagan sababini. Siz o'zingiz biladi-ku. Nechta atvitel qo'shdingiz? Desak, bitta deydi. Hani nechta lak oldingiz? 3 ta deydi. Qanaqa atvitel qo'shyapsiz deymiz-da. Misol. So'rayman-da, уже atvitel bitta minus. Nimaga? Zavod nimaga? Bittaga bitta chiqaryapti. Bliskisiga, qurishiga, yaltirab chiqishiga, shagrin chiqishiga va hokazolarga-da. Misol, ertaga men bu atmosferaga quyosh olganda, polirovka qilganda qalin parach bo'lib ketmasligini qilsa. Yo'q, unaqa narsa kerak emas sizlarga. Faqat shu sepgan vaqt qurib berib, yaltirab berish kerak, kelajak kerak emas sizlarga. Bu nimaga? Lak sepgandan keyin kelajakni o'ylaysizmi? Hali bu. Lak sepasiz, ertaga quyosh bor. Quyosh kuydirgandan keyin polirovka qilish bor. Kimiylash bor uni. Qancha lak mikroni pasaysa, shuncha motivlash bo'ladi, shuncha qo'shish ehtiyoj kattaroq bo'ladi-ku. Yo. Keyin yo'q deydi, men qo'shdim-ku deydi. Atvitel qo'shdim-ku deydi. Biz bu issiqqa deydi, bitta ham yetadi deb qo'yadi. Bitta ham yetadi. Zavod tentadi bo'lmasa, zavod bu chiqarayotgan insonlar, ustida ishlagan 50 ta odam. Buni asl momosni harakat chiqarasan. Qara, lakni oladi sandan. Lakni oladi-da, u lakka instruksiyasini sen tushuntiraman degansan, u eshitmagan, olib boradi-da, o'ldir raselter bo'yniga aytgan raselter qo'shadi. Oddiy raselter, oddiy scrollni soladi-da. Bari qo'shaveradi. Ha, qo'shadi-da. Yana uni suyi qilib turib, uni o'zini pulzatori biri 3 ham emas, 71, 75 balki 80 pulzator. O'shanga chiqadigan qilib mo'ljallashadi, suyuq qilib. Kompressor ham kichkinagina 25 ta. Atmosfera bermaydi. Ha, davleniya bermaydi. Ha, u ko'rsatilgan unga 1.7, 1.8 li lakka pulzator qo'yishga. Davleniya 3-4 davleniya, 2 davleniya ko'rsatib qo'yadi o'zi. Nech sloy sepilishini ko'rsatib qo'yadi. Bular oborada chiqmaydi. O'zi 2 ga 1 qilib sep bo'lamdi. 2 ga 1 qilib sep bo'lamdi. Shunaqa laklar bor. Prosta lak olasiz, dorini qo'shasiz, bo'ldi, уже shuni o'zi yetadi. Bir xil laklarga, ya'ni rasetel ham qo'shish shart emas. Endi qo'llanmasiga u qo'lsa chiqadi misol uchun. Laklar bor. Uni 71 bilan sepib bo'lmaydi. Ha, yo'q, chiqarmaydi. Uni endi biz ham уже 71 bilan sepadigan ustalarni gapiryapmiz, to'g'risi. Inomarka sepadigan ustalarga respekt. Nimadir olamiz biz. Ustalar, sizlar bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Biz sizlarga dushman emasmiz. Biz sizlarga qanaqadir konkurent emasmiz. Biz sizlarga hech qachon misol uchun bitta narsa bersak, biz sizlarga hech qachon bizga bir haliga nima deydi, ebetimiz kamayib qolib, nimadirimiz obro'yimizga putur yetib qolmaydi. Sizlarga ham xuddi shunaqa. Biz ham ikkitamiz birgalikda kollaboratsiya ishlayapmiz ustalar bilan. Prosta bir-birimizning gapimiz do'stona qabul qiladi. Negativlasiz, o kibrga berilib gapirib bilaman. Yaqinda Akram shu ustalar temasi ham Qashqadaryoga Qarshiga eng inomarka yaxshi sepib o'zini ishiga javob beradigan ustalarni ham sanab o'tamiz. U keyingi videoga. Keyingi videoga. O'zi faqat yomon ustalar haqida gaplashdik. Endi bu xatolarda faqat yomon shunaqa ustalar bor ekan degan fikrda bo'lib qolmanglar. Zo'r ustalar ularni ham zo'r ustalarni tanishtirib o'tamiz. Nimaga endi ustalar xijolat qilmaydi so'rashga. Misol uchun men o'zimni so'g'amda bo'lsa bir podborchi bilan o'tirsam, qanaqadir holatda podborchi bilan o'tirsam, melch narsani so'rab olaman o'zim uchun. Tirs savol ham beraman-da. Aytgisi kelmaydi bo'lmasa o'zicha. Men aytib beraman. Misol yo'q. Garajan qo'shi bu qanday bo'ladi desa o'z bilib turasan. Yana nimadir chiqib qolayotgan deysan-a? Misol uchun ko'p podborchilar bilan ishlaymiz. Hozir biz ko'proq obyomni o'tib ketganmiz-ku, misol uchun. Obyomni ko'proqda bizniki. Sizlar obyomni o'tdinglar, biz o'ta olmaymiz. Endi xudo xolasa, mani mashinaga boshqacha yondashuv bilan qilmoqchimiz, qanaqa holat. Men strategiya o'ylab qo'yganman, to'g'rimi?
har bitta ustaxonaga endi biz ustalarni rivojlantirishimiz kerak-ku biz. Shu bo'yicha o'qib ham chiqding-a? Ha, Kimga? Ibrohim bilan. Ibrohim Gulovga o'qib chiqding-a? Endi buni ichida ustalarda ishini misol uchun o'stirish maqsadida ko'p narsani o'ylab qo'yganmiz, xudo xolasa. Sekin-sekin etap-etap qo'llaymiz. Birdaniga qo'llab yuborsam ustalar gangib qoladi. Tushunmagan nima bo'lib ketyapti o'sha yerda deydi. Mabudlar. To'g'ri kraska uchun topdingiz deb qo'yib keyin. Qonni bor ustalarga sen yomonlasam ekan. Hammasiga. Hammasiga. Ya o'zi birov yomonlar chiqqan ustalarga borib olib usta mandan oling, men shunaqa albik bilan ishlayman desa. Endi yomon gap gapirib, yoshi katta-yu, yomon gapirgan. Albiklar hali yaqinga tuxumdan chiqqan jo'jagi deganda. Ustalar shu yoshda emas, boshda. Yoshi hali yaqinga boshlagani, shunaqa guruh qilib ketganda. Haligi bilsangiz ustalarning ichida anaqasi bo'ladi. Haligi ko'chmancha qabilasi bo'ladi o'zicha. Bizning tilga keladi-da. Mana deydi, o'tkazib bor, tayyorlab berolmaydi. Unga boradi. U bechora tayyorlab bergan. Realni tayyorlab bergan. O'xshatib bergan. O'xshatib bermas bormaydi unga. To'g'ri. Qilib bergan. Harakat qilib bergan. Bu bo'ladi, ustiga podborchi deganda bu всё, ustaga o'xshatib berish kerak, tushirib berish. Bu narsani miyasidan chiqarish kerak. Yana bor-ku, yana mashinani o'zi 8 ta joy, 8 xil bo'lib yotadi. Bakkirishga ko'tarib. Bakkirishga ko'tarib keladi. Bakkirishkasi boshqacha. Bakkirishga taxlab berasan, uni 8 ta joyi ham sen bir xil taxlab bergan, kraskaga tushish kerak. Tushmay qolsa nimaga tushmadi deydi. Ya. O'zi mashin bunasiga kirib ketganda, u shu joyida tit qo'yib yuborasiz. O borog'ada qilardim-da. Yo, o'zi to'g'risi ham-da. Ha, kerakli joyga qo'yasan. Ya'ni keladi-da, o'shaga bir mashin kelgan. Biza qilib bergan, sariqroq bo'lib qolgan. Meni yavnida aka, men sari, men bu detalizga, men ustiga tekkizgan paytdan bu kraskani berib bo'lmaydi. Bermaydi. Bo'lmaydi. Shu nimadir bakkirishga olib kelgan narsangiz neto bo'lgansa, bakkirishgani sepib tashlashganda. Keyin mayli o'sha aytgan kapotga taqladi. Kapotga taqlab bo'lgandan keyin qara. Kapotga taqlayapman. Kapot, ton, orqa kapot turibdi. Stoykasi. Kapotga tekkizdim. Taqlab bo'ldim, kapotga tushdi. Stoykasiga tekkizdim. Kraska qorayib qoldi. Orqa kapotga tekkizaman, orqa kapotga boshqacha. Mashinni o'zi 3 ta detal 3 xil. Faqat taqlab bergan, faqat oldi kapotga tushadi hozir desam. Nima orqa kapot tushmaydi? Orqa kapoting boshqacha desam, unga tushish kerak dedi. Bilasan? Bitta plus taraf bu, men ko'p e'tibor beraman-da shu narsaga. Misol uchun Gentra, Nexia, plastmassali bakkirishkalar bor-ku, misol uchun. Nexia 3, plastik оборудование. Olib kelmanglar, plastmassa, iltimos, aka, mana iltimos, plastmassa bakkirishga olib kelmanglar. Temir, mana Cobalt, Damas, sizlardan iltimos. Spark bo'lsa, Matiz bo'lsa olib kelinglar. Iloji boricha temir olib kelinglar. Plastmas olib kelgandan keyin bizdan sifat talab qilmanglar. Kraskani tushish. Bir xil plastmassa bakkirishga keladi. O'sha buferga sepaman deydi-ku, misol uchun. O'sha buferga sepaman. Buferga sepaman. Tushmay qoldik. Keyin Furga sepsa ham beda sizni anaqangiz ketdi. Shaxssizda siz misol uchun bo'ldi o'sha kimda tayyorlabdi, Alibekda tayyorlabdi. To'g'ri. Shunday qiladi, bu bo'lmagandan keyin deydi, kraskani kim taxlab turdi endi sizga? Alibek taxlab beradi deydi. Bo'ldi o'sha boynak kelgan, Alibek. Bunday deydi, o'sha bu bo'shdi, so'rishdi dedi. O'sha keyin bo'ldi, o'zini qo'yib yuboribdi dedi. Endi bu ketgan situatsiyani bilmaydi. Qanaqa bir xil bakkirishga zavod sepadi. Bir tarafga parash sepadi, bilsangiz. Bir tarafga qalin sepadi, parash sepgan joyda gruntovkasi chiqib qoladi. To'g'ri. Birinchi ko'rib turibdi, endi shu payt Nexia'da ko'p chiqqanda bizni. Mana qarang. Endi biz kraska tegizamiz, bakkirishga. Do tegizib olib kelaman. Bu yog'iga och keladi. Bu yog' olib boraman, bu yog'iga to'q kelib qoladi. Eng yoshligimizga och keladi, unda aylantirib kelaman, to'q keladi. Yonayni deyman-da. Bu yoqqa tegizasiz-ku. Bir tarafga tegizsangiz, gruntovga chiqqan tarafga va bir to'q tarafga tayyorlasangiz, ochroq bo'ladi, agar yaxshi tushgan bo'ladi, kraska to'yib tushgan. Bu yoqqa tayyorlasangiz, ko'kim turib tushadi-ku. Olmagan. Ha. Keyin bu yoqqa tayyorlab turib, o'sha bu yoqda joy qolmaydi. Bizning endi anaqamiz bor, minusimiz bor-da. Artib tozalab qarab olmadingizda, misol uchun taq ketaverganmiz-ku, misol uchun.
shoshiltirganingdan cho'china bo'ladi. Bu yog'iga tegizaman, qara. Bu yog'iga tegizaman. Yaxshi kelibdi. Bu yog'iga tegizaman. Unda olib kelyapman. Yo'q, to'xtay dedim. To'xtachi dedim-da, qara. Ikki tarafga tegizib ko'raychi dedim. O'sha tom ketibdi-da. Tayyorlab kelibdimi? Qaytaraverdim-da nariga narsani. Ochatiryapman, to'xtatiryapman. Ochatiryapman, Xuddi ana shu to'xtatiryapman. narsa bo'ladi lekin. Ha. Qayta shunaqa takrorlanadi keyin to'xtadi-da. Ikkita yoqqa tegizaychi, shuni dedim. Bir tarafga tegizsam, o'sha tarafga tayyorladim. Zo'r tushdi. Bir tarafga tegizsam, oppoqda kraska. Как будто haligi seriya bilan oldiga turganda qanaqa turadi? Shunaqa turibdi-da. Xudo qarab, mendan egasiga aytdim. Aka, mana bakrishkingiz yaxshi emas. Ko'p ustida ham it borsiz, shuni egasidan jo'natib oladi, men tayyorlab keling deydi. Bitta ham nima deydi bilasan? Aka, bakrishga boshqacha bo'ladi-sa. Men ko'rdim deydi. Men ha, Bir xil deydi. Stopela. Mana turib bir xilligini ajrata olmaysizlar. Baribir ham. Sepgandan keyin bilinadi u. Sepasiz, kraskani sepasiz. Keyin u haligi bunaqa qilib turib, короче, bir xil emas u. Bunaqa qilib qo'ygan bilan o'zi bir xil bo'lmaydi u. Keyin bir xil ustalar yiliga qarab tushadi. Ya'ni 2021 mi 50 litr tayyorlab qo'y, 2020 qo'y, yo'q, tushmaydi. Nimaga? Hamma boshida zavodda qozonda qolib ketadi, boshqa retseptlar bo'ladi, misol uchun zavodda. Deylik misol. 2021 bilan 2020 tayyorlab qo'ygan kraskangiz birdaniga tushavermaydi. Ayrimlarga tushib qoladi, muammo yo'q. Hammasiga ham emas-da. Misol uchun mana ko'p kraskalar beraveradi-ku, yiliga qarab turib zavodlarga. Bakrishga otadi bilasizmi? Bakrishga beraveradi, tayyorlab keladi. Bittasi zo'r tushib qoladi-da, bakrishga adinkandan tushadi. Yili bir xil bo'lsa. Yili bir xil bo'lsa tushadi. Bittasi keladi-da, uni ham yili shunaqa, ko'zi tushmaydi. Tushmaydi. Nimaga edi? O'ynani birkas degan narsa bo'ladi. Qachon zavoddan chiqib ketsa o'sha yilda bo'ladi-da u. Shunaqa. Qachon chiqsa, o'sha bo'ldi, sotuvga chiqsa, o'sha yilga pechat uriladi. 2023 da chiqqan narsa 2024 ga o'tib ketdim, o'sha 2024 da uriladi. Ular nima qiladi? 2024 kraskani tegizaveradi, tushmaydi. Misolda. Sizlar aytganingizdek hammasi bir xil adinkadan ham tushib ketavermaydi-da. Misol uchun 2021 o'tkazib borib tayyorlaganimiz bir xil tushmadi-ku. Voqqa o'xshab plasmas bakrishga taxlab beraverib tushmadi. Olib kelib yana plasmas bakrishga taxlab berib tushmadi. Hozir o'sha shunaqa aylanadi, plasmas olib keladi. Egani o'zi aka shunaqa holat plasmasga qayta ko'rib bermayman. Garantiya yo'q. Garantiya yo'q. Men ma'qul kelsa ol, bir marta taxlayman, keyin ko'rib bermayman. Detal olib kel, пожалуйста, detalingga tushmasa, seni qanaqa xarajating bo'lsa, sen xarajat qilasan. Biz qoplab beramiz, to'lab beramiz-ki. To'g'ri. Shuni narsa aytib. Hozir o'zi zo'r bakrishkasi qara. Endi qanaqa yo'lga o'tdik? Bakrishkani olib keladi. O'sha bakrishkani ham bo'ynakida tayi ko'rinib qolgan bo'ladi. Juda isqirt bo'ladi-ki. Aka, bunga faqat bank olsang bo'ladi. Bunga taxlamaymiz. O'sha unga taxlab bo'lmaydi-da. Bo'lmaydi, mehnat u. Ha, mehnat u ol. Uni faqat boshqa narsaga qaratsa yaxshi. Aka, mana bakrishga bo'lmaydi. Boshqa narsa olib kelishni taxlab beraman. Bo'lmasa olib ketaver. Endi men shunaqa yonga olib ketib, boynak aytganda, shu olib borib sepib, kim yomon, kraskachi yomon, adborchi yomon, seni oting yomonga chiqarib, u taxlashni bilmaydi. Shunaqa bo'lib ketyapti. Lutchi taxlamaganing ma'qul. Plus bilsangiz, mana zarli, endi ko'p akrilik kraskalar muammo yo'q. Ko'p ustaladi, chunki akrilik o'zi oson-ku. Misol, oq-oqlar endi o'sha nerealniy qilsa bo'lmaydigan darajada emas-da, uni eplasa bo'ladi. Ko'p shogirdlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, ustozni qilig'ini olmadi. Hunarini oling. O'lchi. Zo'r oling, ustozdan ham o'tib keting keyin. Xohlayman shu narsani. Men yangi o'sib ketgan kadrlar, yosh shogirdlar ustozni hunarini oling, qilig'ini olmadi. Sababi ko'ring, qarang, misol uchun qanaqa sharoitda ishlagani keladi o'zingni. Prosta niyat qiling bo'ldi. Keyin men usta bo'lsam, kelajadi, mana shunaqa ustaxona ochaman degan mininglar bo'lsin. Bo'linglar, professional bo'linglar. Ishning ustasi bo'lsin. Sizlar ne только misol uchun sizlardan chet kelsin Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston to'g'ri mashina misol uchun. Qaytgan. Izlab kelsin mana Buxoroga mana. Yaqinda ko'rdim. Bu soha emas. Rixtovkachi. Ko'rgan bo'lsangiz haligi odam. Buxorodan, Xorazmdanmi deb bilmayman. Chiqdi-ku. Rixtovchi. Shpakilovka qilmasdan kraskasini ko'chirmasdan Rixtovka chiqarib tukaligi bo'ladi.
ustidagi. Xorazm. Ha. Ko'rasizmi qayerdan kelyapti odamlar? O'rgangani kelyapti. Prosta o'rgangan. Chet eldan kelyapti. Bor shunaqa ha, misol uchun chiqqan Amir Temur chiqqan, Mirzo Ulug'bek chiqqan bizdan. Al-Xorazmiy chiqqan. Ko'p nerealniy insonlar chiqqan. Qilsa bo'ladi. Shu insonlar qilgan shu ishni, insonlar qilgan ishni inson qiladi. Qarayman, misol uchun. O'zini ustida ishlash kerak, sevish kerak ishni. Bu aytib o'tdi. Akademiya ochamiz. Qanaqa akademiya bo'ladi? Например, biz akademiyamiz qanaqa bo'ladi? Haqiqatdan misol uchun finansiy taraflama muammo yo'q. Yotib turishiga ham, yurish turishiga ham, ovqatlanishiga ham, kelib o'qish besplatniy. Shunaqa deganda besplatniy Alloh qodir qilsa, besplatniy qilib qo'yamiz. Shu temalar bo'ladi. Usta bilan qanaqa muomala qilish, ustiga qanaqa qilib tushuntirish, qanaqa qilib tushuntirsa, как dushmandakka emas, do'stdakka qabul qiladi ustalar, ha, o'sha. Misol uchun birinchi muomala madaniyati. Etap-etap, xudo xolisa akademiyada olib boramiz. Bizga mana bunaqa nikl bo'lish shart emas. Bizga haqiqiy jaydari, ota-ona duosini oladigan, oilasini o'ylaydigan, jamiyatga foydasi tegadigan. Bunday olib qaraganda biz ham mashinani rolini demaymiz xalqimizga, doim sog'-salomat bo'lib yurishsin. Biz o'ylaymizki, misol uchun jamiyatga foydamiz tegibdi. Qaysidir ma'noda, misol uchun foydamiz tegibdi mana jamiyatga, xalqimizga, misol uchun mana chet eldan olib qaradigan bo'lsa, 100 gram kraska chiqib chet elda. Ha, misol. Otada, boshqa otada aytish uchun. Lekin ishon qadrsizmizda. O'zbekistonga kalorizlar qadrsizda. Qadrsizda, juda oshna. Lekin boka, ishon chet elga yomon ularni urovini baland ekan kalorizlar. Amerikaga ketvorsa, ha? Amerikaga, Los Anjelesga, Kaliforniyaga. Amerika. Bitta furaga tayyorlaymiz, bir odam olamizda, shunday ustakada. Sizlar hali bor narsa qadriga yetmaysizlar, lekin foydalari. Bitta furaga tayyorlab qo'yamiz, bir hafta tayyorlaymiz, lekin boshqa o'tiramiz unga ham. Bir hafta yo'qdan kirib, yo'qdan chiqib, shu bo'yli bir hafta tayyorlab qo'ysa, 3-4 ming dollar topamiz, ha. Avans aytamiz. Bitta ustalar temasiga gap ochilganga, mana kerak joyda kesib qo'yadi-ku. Shunaqa ustalar keladi. Shunaqa usta okalarimiz bor. Prosta shunaqa ustalar kelishadi-da, bitta narsa taklif qilasizlar. Iltimos. Prosta bizni davlatimizga ham, bizni tijoratimizga ham harom qilib qo'ymani, o'zingizga ham. Sababi klient ustidan pul yeydi. Haliyam shu narsa ko'p. Klient ustidan pul yeydiganlar. Klientni qarasangiz o'zi yuzda nur yo'q-da. Yuzda emas, klientga ko'p narsa oldirishda asqalaydan u klientlarni ham o'ylaydi. Faqat o'zini mashinasiga yetolgan. Boshdan gapirib berish shunaqa insonlar nima bu yo'lini kesib tashlab, mana boshdan shu ustalar temasi sanga bir o'li kelib unaqa holat ko'p bo'lgan. Endi unaqa holat ko'p bo'lgan. Bas kiygan, spiska qo'li spiska. Manaki, mana shu narsani ajratib berasan. Bu narsani taxlab bergani evaziga usta. Menga zo'r bo'lgan voqea aytib beraman. Dahshat bo'lgan. Umid aka sindiradigan bo'lgan. Qarangda. Ko'pchilik ishonmaydi-da. Bunga aytib beray. Bu eshitmayapti. Sizga aytaman. Eshitayapman. Pro keldi. Spiska olib keldi. Usta. Spiska olib keldi. Menga mana shu narsani olaman debdi. Где-то 2 millionlik narsa. 200 ming berasan menga deyapti. Klientdan chiqarib olyapti. Ha, prosta. Ha. Yo'q dedim, aka dedim, mendan dedim, narsani olyapman dedim. Men senga pul bermayman dedim. Mayli dedim, narsa olsang dedim, men senga dedim, ki bonus qil dedim, podarka berishim mumkin. Hadiya berish mumkin, podarka biron nima olsang. To'g'ri. Pul bermayman lekin men senga mendan narsa olganing uchun men dedim, biron nima senga podarka qilishim mumkin. O'sha oladigan ob'yomingga qarab, lekin men senga pul bermayman dedim. 200 ming. Mendan olmadi. Ketdi boshqadan oldi. Boshqadan oldida undan kraska olganki, kraska bank olgandan kraska tushmay qolgan.
Keyin u kraskani, bankani manga olib kelyapti. Qara, Alloh to'g'rilab qo'ygandi. Bankani manga olib kelyapti-da, taxlab begin deyapti. Mana bankani to'g'rilab begin deyapti. 200 ming bo'ladi. 200 ming oldi. Shunday 200 ming so'm berdi. U aytgan puli. U aytgan pulini Lekin unaqa senali kraska emas asli. Yo'q. Unaqa senali kraska emas. Oq kraska, oddiy oq kraska. Shu olib kelyapti, ikkita bankasi bor. Qancha berasiz? Men 200 ming bersang, taxlab beraman, to'g'rilab beraman o'zing kraskang. Bo'lmasa, mendan yana to'liq sotib olasan deyapman. U 500 mingdan tushadi, to'liq sotasan. O'sha 200 ming menga berib ketyapti. To'g'ri kelganini qara. Keladi. Keyin ko'pchilik keladi-da, ko'rib turasan. Klientga misol uchun juda ko'p narsa oldiradi-da. Misol uchun 500 ming narsa yetadigan joyga 1 million narsa oldiradi. Ko'p bilsang shu holatlarda ashaq ustalarni, nima bir ustalarni endi yaqin bo'lasiz, qaysidir ma'noda bir xil ustalar keladi, dardini aytadigan. Hali ashaq holatlarda ko'p ustalar keladi-ku, misol uchun. Dardini aytadigan ustalar bo'ladi. Oilaviy sharoitini aytadi, boshqasini aytadi. Uchun bir xil ustalarimiz qazan so'rashadi, misol. Muammo yo'q. Pul so'rashadi. Ha. Pul so'rashadi. Yo'q, endi misol uchun Sen pul ko'pligini bilsa. Ma demoqchi bo'lganim prosta xolo yaxshi niyati to'g'ri qilgan holatda mayli, ozroq bo'lsin, kamroq bo'lsin, baraka bo'lsin prosta. Men shunaqa ustalarni bilaman. Ishon, mana shunaqa ishlaydigan, misol uchun, klient haqidan qo'rqadigan ustalar bor-da. Klientda haqiqatan, realni haqidan qo'rqadigan ustalar. Halovat bor ularda. Krutoy. Nima deyapsan? Haqiqatan krutoy. Inomarka bilan bilaman. Krutoy, zo'r. Alloh baraka berib qo'yib shunaqa deydi, shunaqa. И plus nimani xohlaymiz? Sizlarning rivojlanishinglarni xohlaymiz. Yaxshi inson bo'lishinglarni xohlaymiz. Hali faqat negativ ustalarga qarab qoldi. Haligi biz boshimizdan o'tib ketgan, ko'rib o'tgan narsalarimiz o'sha bizdagi xatolar, o'sha chet elda unaqa emas, chet elda o'sha chestnilik bordi. O'sha bunaqa ishlatsana bo'ldi, qo'llanmasiga qarab. Bizda ham xato ko'p. Asli bizda ham xato ko'p. Endi bizlarni xatolarni aytadigan sizlar ustalar aytishadi, bizlarni xatodir. Nima mana shunaqa narsaga xato qilyapsan, mana bunaqa joyga xato qilib. Biz eshitamiz. Agar shunaqa bizlarni kamchilik, xatoimiz bo'lsa, kelib o'zimiz bilan suhbatlashib, mana shunaqa joy xato qilib tushuntirsanglar, shirinchilik bilan hamma narsani sizlarni eshitamiz, o'sha narsani to'g'rilashga harakat qilamiz. Faqat ertalab chiqishimni so'ramanglar. Ertalab chiqolmaydi. Ertachi bora olmayman ishga. O'sha narsani so'ramasanglar bo'ladi. Ishxonaga borganimga qo'l qo'ydirib olding, nimadir qilamiz deding. Shaqi ham bir chim bo'lib ketdi. Hamma uni nima bo'layotganini vahima bilan hali kutyapti. Bo'ladi oshna bu. Etap bo'ladi. Buni deyishim sababi bitta ish qilsak professional darajada yondashadi. Biz qilmay qo'yardik. Misol, nimaga hozir ko'payib ketdi? On kelgan videoni qo'yib tashlash. Biz brend asosida ishlayapmiz, o'shuning chunki. O'sha bo'ldi, uni chiqardikmi, u videoga biz javobgarmiz. Har bitta chiqargan videomizga biz javobgarmiz. Orqasida biz bormizda, misol. Ertaga nima uchun? Har tomonlama o'ylab, puxta reja tuzib qilamiz bu narsani. Men senga misol uchun men detailing xona ochsa, sana o'shishing kerak bo'ladi. Hop. Tushunamsan? Sen jentr olsa, men o'lishim kerak bo'ladi. Tushunamsan? Nima haqida gap ketyapti? Sen nima qilmoqchisan shu yo'l? Men detailing xona ochmoqchiman. Hop, detailing u vazifasi qanaqa yo'nalishga kiradi uni ichi? Detailing xona shunaqa bo'ladiki, professional usta keladi. Juda professional. O'zining ishining ustasi. Har qanaqa holatdagi pautina bo'lib ketgan mashinalarni realizatsiyada ko'rsatamiz hali buni. Realni oshna boshqacha qilib qo'yadi. Qo'pol qilib gapirganda, misol uchun 2019 mashinani 2024 qilib qo'ya oladi. Misol uchun zavoddan yaxshi ishlay oladi, kerak bo'lsa. Nimaga zavodda ham insonlar ishlaydi-ku? Shu zavoddagi uskunalarni inson yaratgan-ku, misol. Nimaga inson qila olmaydi, qila oladi. Men o'sha narsalarni ko'rsatib bermoqchiman. Shunaqa ustalar ham bor, qarshida degan maqsadda. O'zimning ishning ustasi,
professionali bor. Bular kelishgan holatda, fikr almashgan holatda o'rganib chiqamiz. Havosini, atmosferasini, suvini, polностью. Sen hozir mana detalxona ochishing Ochishing kerak. kerak, ha? Sen chunki shartga qo'l qo'yding. Bu Может, senga taklifnoma bor edi qanaqa? Detalxonaga taklif qildim. Sen kelding men detalxonamga. Senda qalbingda noto'g'ri narsa yo'q. Faqat yaxshi ko'z bilan qaraysan. Senga или buyruq bo'ldi bu senga qanaqadir. Например, mana ham уже bitta detalxona ochishim kerak degan narsa bu. Böyle gerek mesela. Açık oynayamıyor. Sekret gibi falan da. Mana ochib qo'yavering. Sekret gibi. Yo, detailing miyasi tursin. Do'kon miyasi anaqa, ochilishi miyasi tursin-da. U ko'rgani yo'q narsa, faqat razgovor-ku bu. Bu keyin qiziqtirib ketsa bo'ladi buni. Tayyormisizlar? Ha. U olib ketish o'zimizga bog'liq-da. Ha, o'sha Nova Color brend ostida detailing xona bo'lishini xohlayman misol. O'zini detailing xonasi bo'lishini xohlayman. Novakolardami? Nova Color detailing. Ochamiz. Ochamiz. Sen birinchi boshla qara. Sen de o'rgan ola. Asta-asta. Novacolor brendi ostida Qarshida detailing xizmati inshaalloh ochamiz. Ochiladi. Uni yana bitta plus taraflarini qilamiz hali. Qanaqa plus taraf bo'ladi? Detailing xona ochganimizdan keyin albatta professional ustani jalb qiladi, doli sochdan, to'g'ri? Professional ustalar keladi, o'zining ishini ustasi. Keyingi masala bor, keyingi etap. Уже detailing xona ochdi emasda bu. Biz kadrlar yaratishimiz kerak. Detailing sohasida biz kadrlarni ishlab chiqarishimiz kerak edi. Ularga sertifikat bilan hunarli qilishimiz kerak. Tushunyapsizmi meni maqsadim nimaligini? Tushundim. Endi tushundim. Ha, ular nima qiladi? O'rganadi. Bizni har bitta qilayotgan narsamiz u yoqda ham zaxira bo'lishi kerak. Misol. Например, nimadir o'rgatdik kimgadir. Kimgadir ustozsiz hozir. Ha, misol siz shogirdingizga chiroyli duo qildingiz, o'zingiz alohida ish boshlash uchun ruxsatnoma berdingiz u bolaga. Zo'r olib ketdi. O'sha sohasi orqali ota-onasining duosini oldi. Ha, misol uchun ustozingni, ota-onani duosini oldi. Ha, misol uchun. O'sha sohani zo'ri bo'ldi. Peshqadamlardan bo'ldi. Zo'r ehsonlar qildi, misol uchun. Ularni ketaveradi-ku. Negizda kim uchun? Zo'r bo'lib ketsa kimga plyus? Sizga bir minusi bormi? Libon mahal ustoz-ku, yaxshi bo'lib ketsa shogirdga telefon qilib xohlaganingizni ayta olmaysizmi? Uning uchun qanaqa bo'lish kerak? Niyat to'g'ri bo'lish kerak. Shogirdga nisbatan bir xil ustozlar bor, yuraveradi-da, 20 yil amal yuradi. Chiqarolmaydi? Ha, chiqarmaydi. Bu уже. Sen ishing kerak, qilishing kerak. Hali sen usta bo'lmading. Yo'q. Buyurish kerak kadr. Chunki u sizdan kuchli bo'lib ketishi mumkin. Kelajakda sizdan, например, kuchli bo'lib ketishi ham. Bu podkast olishimizdan maqsad kimgadir kallasiga negativ fikr qoldirmaslik, asl maqsadimiz. Biz bir tarixni esladik, yoshlikni esladik, bozorlarni esladik, ustalarni esladik, minus pluslarni esladik. Endi bu birinchisi biz ikkitamiz kollaboratsiyali podkastimiz. Hali ko'p podkastlar qilib turamiz. Bunaqa podkastlarni даже haftada bir marta eng kerakli mavzuni ko'tarib chiqamiz. Ha, To'g'riki, klientlardan keyingi mavzu nima haqiga aytishimizni bir so'rasa, kommentariy o'z fikrini qoldirsa, o'sha haqiga iloji bo'lsa sizlar uchun mana shu kraska temasida nima qiziq? Sizlar uchun sizga kerak bo'ladigan insaytlar bormi? Qanaqa nima olishni xohlaysizlar bizdan? Biz berishga tayyormiz, xolos. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Thank you.